Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Halil Safaral Akbar Aliyevich, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi kompaniyasi nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'iman. Bugun mashg'ulotimizda sizlarga O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Barchaning xabari bor, 2024-yil 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunni qabul qilishning qonunning asosiy maqsadi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Bu qonun amal qilishi davlat organlari va mahalliy hokimiyat organlariga, davlat muassasalariga, davlat unitar korxonalariga, davlatning maqsadli jamg'armalariga, shuningdek ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga nisbatan tatbiq etiladi. O'z ustav fondida davlat organlarining yoki boshqa tashkilotlarning ulushi jami 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarga nisbatan o'z ustav fondida ushbu modda 3-qismining 2-xat boshida ko'rsatilgan tashkilotlarning ulushi jami 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarga nisbatan davlat xaridlari sohasida amalga oshirilgan munosabatlarga. Endi ushbu qonunimizdagi asosiy terminlar, asosiy tushunchalar. Davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimi. Bunga davlat organlarida yoki boshqa tashkilotlarda mehnat shartnomasi asosida yoxud saylab qo'yiladigan yoki tayinlanadigan lavozimlarda ishlayotgan boshqaruv xodimlari tushuniladi. Manfaatlar to'qnashuvi. Shaxsning shaxsiy manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelish mumkin bo'lgan vaziyat. Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish bo'yicha maxsus bo'linma, davlat organlari yoki boshqa tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi ichki bo'linmalar yoki kadrlar bo'limlari. Shaxsiy manfaatdorlik davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimi yoxud u bilan aloqador shaxslar ushbu xodim tomonidan bevosita yoki bilvosita qaror qabul qilinishi yoki xodimning ushbu jarayonda boshqacha tarzda ishtirok etishi natijasida olishi mumkin bo'lgan har qanday naf yoki afzallikdir. Yaqin qarindoshlar, ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar etib belgilangan. Manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat. Qonuniylik, fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning va davlatning qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, ochiqlik va shaffoflik, xolislik, korrupsiyaga nisbatan murosizlarcha munosabatda bo'lish. Endi davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimining huquq va majburiyatlari. Endi boshida sizlarga aytib o'tdim, hurmatli tinglovchilar, davlat organi va boshqa tashkilotlarga xodimiga kimlar kirish bo'yicha boshida aytib o'tdik. Bularning huquqlari: maxsus bo'linmaga maslahat so'rab murojaat etish, maxsus bo'linma o'zida xabaringlar bor, korrupsiyaga qarshi kurash ichki nazorat bo'limlari yoki kadrlar bo'linmalari. Ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida deklaratsiyalarda ko'rsatilishi kerak bo'lgan ma'lumotlardan tashqari qo'shimcha ma'lumotlarni elektron yoki yozma ravishda taqdim etish. Endi ushbu xodimlarning majburiyatlari: o'z lavozimlarini yoki xizmat vakolatlarini vijdonan bajarishi va ularning bajarishiga ta'sir ko'rsatadigan yoki ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan o'z shaxsiy manfaatlari bilan bog'liq har qanday harakatlardan o'zini tiyish kerak. Lavozim majburiyatlarini yoki xizmat vakolatlarini bajarish chog'ida manfaatlar to'qnashuviga olib kelishi mumkin bo'lgan shaxsiy manfaatdorlikka yo'l qo'ymaslik. Mavjud manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelgan taqdirda o'z ish yurituvi hujjatlar bo'yicha qaror qabul qilingan qadar o'zini bevosita rahbarni yoki maxsus bo'linmani xabardor qilish. O'zining bevosita bo'ysundagi xodimlarni yoki boshqa xodimlarni bevosita va bilvosita o'zining shaxsiy manfaatlarini ko'zlovchi harakatlarga majburlamaslik. O'z mehnat faoliyatida amalga oshirayotgan davlat organi yoki boshqa tashkilot nazorati ostidagi tashkilotdan yoki uning tarkibiy bo'linmasidan ishga qabul qilish to'g'risida takliflar kelib tushganligi holati bo'lsa, bir ish kuni ichida rahbariyatni yoki o'sha manfaatlar to'qnashuvini muvofiqlashtirishga mas'ul bo'lgan bo'linmalarni xabar qilish kerak. Boshqa xodimlarga nisbatan o'ziga ma'lum bo'lgan manfaatlar to'qnashuv hollari to'g'risida xabar berish. Har qanday xodim manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida ko'rib qoldi yoki eshitdi, zudlik bilan buni rahbariyatga yoki manfaatlar to'qnashuvini muvofiqlashtirib boruvchi
bo'linmalariga xabar qilish kerak bo'ladi. Ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish maqsadida maxsus bo'linmaning so'roviga ko'ra ma'lumotlarni taqsim etib borish. Endi xodimning yaqin qarindoshlari, shuningdek yuridik shaxslar agar ushbu yuridik shaxsning boshqaruv organi rahbari yoki a'zosi yoxud ustav fondiga xodimning o'zi yoki uning yaqin qarindoshlari egalik qilsa, davlat organi xodimiga aloqador shaxslar hisoblanadi. Davlat organiga boshqargan xodimiga aloqador shaxslar huquqlari, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish uchun maxsus bo'linmadan bepul maslahat olish. Aloqador shaxslar keladi, menda shunaqa holatlar mavjud. Men buni bartaraf qilishim kerak. Qanday yo'l tutishim to'g'ri bo'ladi deb maslahat olish mumkin bo'ladi. Davlat organi yoki boshqa manfaat to'qnashuvini tartibga solish bo'yicha harakatlari yoki qarorlar ustidan shikoyat qilish mumkin. U odamga nisbatan davlat organlari shu maxsus bo'linmalar tomonidan qandaydir qaror chiqarilsa, u qarordan u norozi bo'lsa, belgilangan tartibda yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilishi mumkin bo'ladi. Aloqador shaxsning majburiyatlari, shaxsiy manfaatlarni ko'zlab manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymasligi kerak. Ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida deklaratsiyani elektron yoki yozma shaklda to'ldirib, uni bila turib yolg'on ma'lumotnomani kiritmaslik kerak bo'ladi. Davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimi bilan aloqador shaxslar tomonidan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi deklaratsiyada bila turib yolg'on yoki noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilganligi ushbu qonunda belgilangan huquq oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Aloqador shaxslar ham har bir ma'lumotni to'g'ri berish kerak. Davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimining faoliyatida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha cheklovlar, xizmat mavqeini suiiste'mol qilish orqali shaxsiy naf olish, manfaatlar to'qnashuvi haqidagi axborotni oshkor etish chog'ida ma'lumotlarni yashirish yoxud bila turib yolg'on yoki noto'g'ri axborot taqdim etish. Biri boshqasiga bo'ysunuvchi yoki biri boshqasining nazoratida tashkilotlarda o'rindoshlik bo'yicha ishlash, bunda qonunchilikdan nazarda tutilgan hollar mustasno. Tijorat tashkilotlarining ta'sischisi, aksiyadori, ishtirokchisi, bunda aksiyador jamiyatlarning erkin muomalada bo'lgan aksiyalarning 10% ga egalik qilish hollari mustasno. O'z mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan tashkilotning nazoratida bo'lgan tijorat tashkilotlarining aksiyalariga yoki ustav fondidagi ulushlariga o'zi yaqin qarindoshlari egalik qilishiga, shuningdek ushbu tashkilotning boshqaruv organi a'zosi bo'lishiga, bunda bu faoliyat qonunchilikka muvofiq lavozim majburiyatlar hisoblanadigan hollar mustasno. O'zi mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan davlat organlarida yoki boshqa tashkilotlarda o'ziga taalluqli bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishda yoki aloqador shaxslarga taalluqli bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishda vakil sifatida ishtirok etishga, agar u qonunchilikka muvofiq qonuniy vakil bo'lmasa. O'z mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan tashkilotning mol-mulkini sotib olishda yoki ijaraga olishda o'zi ishtirok etishga, shuningdek ushbu savdolarda o'ziga aloqador shaxslarning ishtirok etishiga haqli emas. Hurmatli tinglovchilar, manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha jarayonlarni muvofiqlashtirib borish, nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi zimmasiga yuklatilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq axborot va materiallarni davlat organlaridan va boshqa tashkilotlardan so'rab oladi va o'rganadi. Davlat organlari va boshqa tashkilotlarning manfaatlari to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishni faoliyatini muvofiqlashtiradi. Davlat organlari va boshqa tashkilotlarning manfaatlari to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi faoliyatini o'rganib boradi. Manfaatlar to'qnashuvi aniqlanganda bitimni bekor qilish, qarorni va boshqa hujjatni o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risida taqdimnoma yoxud ularning haqiqiy emas deb topish to'g'risida sudga da'vo kiritadi. Manfaatlar to'qnashuvini hisobga olish reyestrini, mavjud manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida xabarnomaning, ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida deklaratsiyaning namunaviy shaklini ishlab chiqadi, davlat organi va tegishli tashkilotlarga yetkazadi. Davlat organlari yoki boshqa tashkilotlar uchun manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish bo'yicha uslubiy tavsiyalarni e'lon qilib boradi. Manfaatlar to'qnashuvi natijasida fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning manfaatlariga yetkazilgan zararning o'rnini to'liq qoplanishiga erishilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Maxsus bo'linmalar xodimlarining tizimli ravishda malakasini oshirishni, ularga tegishli ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan o'qitishni tashkil etadi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etmaganlik bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarliklar haqida ma'muriy bayonnoma tuzadi va uni ko'rib chiqish uchun tegishlicha sud organlariga yuboradi. Davlat organlarining yoki boshqa tashkilotlarning vakolatlari xabardor qilish tizimini tashkil etadi. Belgilangan shakldagi xabar berish hujjatlarini o'zining rasmiy veb-saytlariga joylashtiradi. Qabul qilingan qarorlarni o'zgartirish yoki bekor qilish choralarini ko'radi. Bitimlarni o'zgartirish yoki bekor qilish yoxud bunday bitimlarni haqiqiy emas deb topish choralarini ko'radi.
odob axloq komissiyalarining va maxsus bo'linmalarining faoliyatini tashkil etadi. Ichki idoraviy tartibni belgilaydi. Xizmat tekshiruv natijalarini kollegial tartibda ko'rib chiqish choralarini ko'radi. O'rnak bo'layotgan xodimlar rag'batlantirib boradi, yetkazilgan zararni uni qoplashni ta'minlash, shuningdek aholining tegishli davlat organiga bo'lgan ishonchini tiklash va ko'tarib borish choralarini ko'radi. Odob axloq komissiyasi manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha qanday jarayonlarni amalga oshiradi? Ushbu qonunda belgilangan talablarga davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimi tomonidan rioya etilishini ta'minlash choralarini ko'radi. Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish yuzasidan davlat organining yoki boshqa tashkilotning rahbar xodimlari tomonidan ko'rilayotgan choralar to'g'risidagi masalalarni ko'rib chiqadi. Mavjud manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq hollarda ustidan kollegial nazoratni amalga oshiradi. Ushbu qonunda belgilangan talablarni davlat organi yoki boshqa tashkilotlar xodimlar tomonidan buzilishlari mavjudligi, mavjud emasligi to'g'risida xizmat tekshiruvlari natijalariga ko'ra xulosa chiqaradi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida xabar qilmagan, bila turib yolg'on yoki noto'g'ri axborot taqdim qilgan yoxud bunday axborotni yashirgan xodimni javobgarlikka tortish bo'yicha choralar ko'radi. Bu xodimni kelgusi mehnat faoliyati olib borish yuzasidan rahbariyatga tavsiyalar, takliflar kiritadi. Endi davlat organlari va tashkilotlaridagi maxsus bo'linmaning faoliyati aniqlangan manfaatlar to'qnashuvi hollari to'g'risidagi axborotni umumlashtiradi, xizmat tekshiruvlarini o'tkazadi, tushuntirish ishlarini amalga oshiradi, deklaratsiyalarni va xabarnomani ko'rib chiqish natijalariga ko'ra odob axloq komissiyasiga tegishli takliflarni kiritib boradi. Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi yoki mavjud emasligi to'g'risida xulosalar beradi. Aniqlangan manfaatlar to'qnashuvi hollarini tahlil qiladi va takliflar ishlab chiqaradi. Har yilgi hisobotlarni tayyorlash, rasmiy veb-saytlarga joylashtirish ishlarini amalga oshiradi. Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish tartibi. Manfaatlar to'qnashuvidan xabar topgan xodim bir ish kuni ichida ushbu holat yuzasidan rahbariyatni yoki manfaatlar to'qnashuvini muvofiqlashtirib borishga mas'ul bo'lgan bo'linmani xabar qilish kerak bo'ladi. Rahbar xabarnoma asosida manfaatlar to'qnashuvining oldini uchun choralar ko'radi. Maxsus bo'linma choralarning yetarlilik masalasini ko'rib chiqish uchun axborotni 3 ish kunida odob axloq komissiyasiga ko'rib chiqish uchun kiritadi. Odob axloq komissiyasi ushbu holatni ko'rib chiqadi. Maqsad muvofiqlashtirish. Rahbariyat shu taklifga asosan o'zi qaror qabul qiladi. Ehtimoliy manfaat to'qnashuvi qanday aniqlanadi? Deklaratsiya beradi. Har yili yanvar oyida davlat tashkilotlarida mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlar deklaratsiya to'ldirib beradi. Shuni o'rganish jarayonida ko'rish mumkin bo'ladi. Xodim boshqa lavozimga tayinlanayotganda, rotatsiya qilinganda, yuqori bir lavozimga tayinlanayotganda, shunda ham xodimdan deklaratsiya olinadi. Manfaatlar to'qnashuvini aniqlash manbalari quyidagilar. Ehtimoliy manfaat to'g'risidagi deklaratsiyalardan aniqlanadi. Tijorat takliflari, xarid komissiyasi majlisining bayonnomalaridan, tuzilgan shartnomalarni o'rganish orqali, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlaridan yoki xabarlaridan kelib chiqib o'rganib aniqlash mumkin bo'ladi. Tijorat tashkilotlarining afillangan shaxslari va yakuniy naf oluvchi benefitsiarlari ro'yxatini ko'rib chiqib aniqlash mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tadbirkorlik subyektlarining ro'yxatini o'tkazish modulidan ko'ramiz. FXDIO yagona elektron arxivi axborot tizimidan olamiz. Yagona milliy mehnat tizimi idoralararo apparat dasturiy majmuasidan ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Qimmatli qog'ozlar markazi depozitariyasidan ham olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari maxsus vakolatli davlat organi tomonidan o'tkazilgan o'rganish natijalari bo'yicha kiritilgan taqdimnomadan ko'rish mumkin bo'ladi. Internet, axborot tarmog'i joylashtirgan boshqa ma'lumotlar orqali ham ushbu manbalarni o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Manfaatlar to'qnashuv hollariga nisbatan ko'riladigan choralar. Manfaatlar to'qnashuv yuzaga kelmaydigan boshqa rahbarning bo'ysunuviga o'tkazish. Kollegial organ tarkibidan ixtiyoriy ravishda o'zini o'zi rad etish orqali yoki majburan chetlashtirish. Lavozim majburiyatlari yoki xizmat vakolatlari doirasida qayta ko'rib chiqish. Axborotdan va hujjatlardan foydalanishga cheklovlar belgilash. Kollegial nazoratni ta'minlash. Shaxsiy manfaatdorlikni bartaraf etish to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq takliflar taqdim etish. Shaxsiy manfaatdorlikdan voz kechish. Xodimning roziligi asosida uni avvalgi lavozimga teng bo'lgan boshqa lavozimga o'tkazish yoki mehnat shartnomasining umumiy asoslarida bekor qilish. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi axborot hisobini yuritish. Manfaatlar to'qnashuvi holatlari aniqlangandan keyin maxsus reyestr orqali yuritib boriladi. Ishga kirganda taqdim etilgan deklaratsiyalar mavjud manfaat to'qnashuvi aniqlaganda, boshqa ishga o'tkazilgan taqdirda o'zidagi mavjud manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi axborotni xabar qilganda, ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi har yil deklaratsiyalarda mavjud manfaatlar to'qnashuvi aniqlanganda, mavjud manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi xabarnomalar taqdim etilganda, rasmiy elektron ma'lumotlar bazalari orqali
manfaatlar to'qnashuvi aniqlanganda, kelib tushgan murojaat yoki xabarga asosan manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi tasdiqlanganda, xizmat tekshiruvlari natijasida manfaatlar to'qnashuvi aniqlanganda, manfaatlar to'qnashuvini oshkor etish chog'ida davlat organining yoki boshqa tashkilotni bila turib yolg'on yoki noto'g'ri axborotni taqdim etgan yoxud bunday axborotni yashirgan xodimga nisbatan ko'rilgan ta'sirli choralar to'g'risida ma'lumotlar ham yuritib boriladi. Hurmatli tinglovchilar, mana manfaatlar to'qnashuvi yo'l qo'yilgan holati topilganda qanday choralar ko'riladi? Qaror yoki bitim haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, ushbu qaror yoki bitim tuzilganligi natijasida olingan foyda, bitim bo'yicha olingan hamma narsani qaytarib berish to'g'risida talab qo'ymasdan sud tartibida davlat daromadiga o'tkaziladi. Bunda haqiqiy emas deb topilgan bitimlar ijrosi bilan bog'liq xarajatlarning o'rni manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan shaxsning hisobidan qoplanadi. Tuzilgan bitimlar haqiqiy emas deb topilishi natijasida yetkazilgan zarar aybdor xodimlardan regress tartibi orqali undirib olinishi mumkin bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan Qishloq xo'jaligi vazirligi kompleks nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Halilov Safar Akbaraliyevich mashg'ulot o'tdi. E'tiboringlar uchun katta rahmat.